Badbaxtlar! Tabaqlashtirish bo'lyaptimi bu yerda? Tushunmadim. Kimsan? Kelin otasiman. Alkash, piyonista senmisan? Qizing aytardi. Sen boylarga berishga qiziqasan ekan-a? Ha? Qizingni otam boylarga berishni xohlaydi meni derdi-ku. Kim bu dadasi? Enayni eri bu dadasi. Enayni eriman. Kimsan sen? Men kelinning onasiman, qora tappa. Zuluk senmi? Qiziga aytardi, meni onam Zuluk, qon so'radi derdi. Sen zeb o'zingnatga tillalarga qiziqasan ekan. 2 yil kutganingda og'zingga siqqanicha berardim tillani. Bu yerda nima bo'lyapti tushuntirib beradimi kimdir? Kim bu ofisiant? Men kuyovman. Chummosan. Sen chummosan. Bilasanmi sen kimga uylanyapsan? Kimga? Fo'rriga uylanyapsan. Nima? Qizing Fo'rri. Buni qizi Fo'rri. Ha? To'ma-to'q bolalar bilan yuradi. Klubda bolalar bilan yuradi. Men uni Fo'rrilikdan qaytarib qolganman. Qani edi qulbaqaga aylanib qolsam o'sha kunlarni ko'zim ko'rmasa edi. Meni Fo'rriga uylanadigan yigit emasman. Say! Sen alkash, boyligimga o'chdingmi? Ha? Yo'q, Aka, dastavkamga olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Lala ko'mida qayerda yuribsiz aka? Hozir 1 minut. 1 minut. Mana. Ha, aka, lalaku zo'rda, namlik saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, bola maza qilib uxlaydi-da. Reklama qilma, xalq biladi yaxshiligini. Pulni kartadan tashlab o'rsam bo'ladimi? Ha, chekini ko'rsatasan. Qayerga keldik, nima bo'lyapti? Fo'rrida qoldik. Bizga Fo'rri kelin kerak emas. Meni qizim Fo'rri emas. Yo, sening qizing Fo'rri. Bas qillaring. Biz shaqildoq ansambli Fo'rin to'yda xizmat qilmaymiz. Shaqillatasanmi, shaqildoq? Aka, mana tashladim, chekini ko'ring. Hozir, ochkim qo'lga berma. Qizing Fo'rri sen. Ha, bo'ldi tushibdi. Yaxshi. Bunday qilib turing. Bu ikkinchi podyezdmi? Ha? Uzr. Men bor uzr to'ylarni buzib qo'yibman. U Fo'rri 3-podyezda yashardi. Xudoga shukr. Ey, qora tappa. Ya uzr, bilmayman onajon. Kimni qizi edi 3-podyezdagi? Ana Sardor Sassiq degani bor ekan-ku, traktorchi, sassiq yurar ekan-ku, o'shaning qizi ekan. Menmi? Seni aytay. Sardor Sassiq sizmi? Kim sassiq? Ya o'zlar, sizni Sassiq der ekan-ku.